Yo, hammaga assalomu I alaykum can do'stlar. always find my Qanaqasizlar? way back Yaxshimisizlar? home. Kayfiyatlar sog'mi? Hammasi jotdikmi? Bugungi videoda do'stlar, o'zi ultimatum katkasida AFK prank I qilamiz. can 4 always find my raund, way back home. 4 raund AFK turamiz deydi. 4 ga 4 bo'lgan paytda biz 5 ga 4 qilib YouTube chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna turgan bo'lsanglar, men bugungi videoni boshladim. Xo'sh, I can obunashlar, always find fikrlarni my way back o'qidim. home. Ko'p odam aytibdi, deraza I can tashlang always debdi. find my way back home. Xo'p, mayli deraza tashlayman, lekin normal komment I can yozgan always find my odamlarga way back deraza home. tashlayman. Anaqa bu deb yozgan odamlarga xafa bo'lmaysizlar, deraza tashlamayman lekin. Shunaqa deraza tashlamayman lekin anaqa bu botsan deb yozgan odamlarga deraza tashlamayman, normal yozgan odamlarga deraza tashlayman. Ko'rib turibsizlar, komta bu emas, mana o'zlaringni ko'z oldilariga bosim. Mana boshlandi. Mana kirdi. Endi bizani raqibimiz kim ekan? Sunqur 158 deydi. Agarda shu Free Fire account egasi kuzatadigan bo'lsangiz kommentariyaga kuzataman deb yozib keting. Come on, I told you I would find you. Chiqib ketaverdi do'stlar. Mayli endi. Neyse. Do'stlar, endi ketdik ikkinchi katkaga start beramiz bizlar. Ketdik do'stlar, ikkinchi katkaga start beramiz. Bilmadim nechta katka bo'lishini, lekin birinchi nimada chiqib ketaverdi. Birinchi o'yinda chiqib ketaverdi. Xo'sh, Prime ayvayki xato o'qigan bo'lsam uzr. Voy, 6 Drabash va Deagle. Хорош. Рот ягами не прервется. Сладко. Bu ham chiqib ketaveryapti, foydasi yo'q. Ikkita katka o'ynadik. Ikkalasi ham chiqib ketdi. Nima qilamiz endi? Nima qilamiz endi do'stlar? Ketdi, yana harakat qilib ko'raylik. Boshlanib ketdi, mayli, ketdi, yana harakat qilib ko'raylik. Bu akkaunt egasi kim? Vaz 8L 2H Muslim Player degan gildiyasi bor ekan. Nima bo'ldi? Daraxt bilan uzoqdan otgan odamni birinchi marta ko'ryapman-e. Sizlarga bormi shunaqa? Tanishlar bormi? Dravash bilan turadi, uzoqdan o'tadi. Afrika turibman. Qarash 2 raund oldi. Hozir bu bola bilmaydiki, men 4-0 bo'lgan paytida men 5-4 qilib YouTube ketishimni xudo xohlasa.
Manda o'zingiz nimaga? Manda ping 999 lekin chiqib ketyapti. Chiqib ketyapti do'stlar, hammasi chiqib Come on. ketyapti. I told you I would find you. Buni afka prank degan bo'lmaydi-da. Hammasi chiqib ketyapti lekin. Ko'rdinglar nechtadir marta bosib chiqdim lekin hammasi chiqib ketyapti do'stlar. Kommentariyaga yozinglar agar shu nimani AFK prankni qaytadan tushiring aka desangiz tushiraman. Do'stlar keyin bitta ikkita odamlar yozibdi, durza tashlang debdi. Xo'p, mayli hozir ko'rib chiqamiz dedi. Va durzaga tashlaymiz IDlariga. Ya'ni obunachilarim uchun obunachilarimni IDlariga durzaga tashlaymiz do'stlar. Qani ketdik. Mana menga yozgan birinchi odamlar bu nimada 7 ta nima bo'pti? Bu kommentariyaga kiramiz dedi va buni kommentariyaga kiramiz. Mana. Mana do'stlar durza tashladim, uzr video yozmay qolibdi. Emotsiya ko'rsatamiz. Xo'sh, yozamiz do'stlar. Do'stlar yozamiz. Salom. Mana ketdi do'stlar. Salom. Xo'sh, yozamiz. Salom. Yozdim. Xo'sh, yozib ko'ramiz. Bunda siz chiqib ketordilar. Mayli, chiqib ketordilar, keyingi odamga ketdik. Xo'sh do'stlar. Mana qabul qildim. Do'stlar, keyingi odamga o'tishimiz uchun bizlar keyingi videoga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, keyingi videoni kommentariyasi birovni umidini so'ndirmanglar deyapti. Omad sizga rahmat, zo'r. Bu o'ynab ko'rmangiz ham Jigir ID tashlang. O'ynab ko'ramiz. Mana sizga video qilib chiqaryapman. ID tashlang. O'ynab ko'ramiz. Bot bo'lsangiz diri tashamaysiz deyapti. Kim mana? Yillik 943 account egasi bot bo'lsangiz diri tashamaysiz deyapti. Mana bu yerda hammasi bot deb yozgan. Davay jigar birga bir o'ynaylik. Biz ham AKK 2012 IDni qoldiribdilar. Boshida bot bu deb yozgan ekanlar, keyin normal kommentariya chiqdi va o'zi bu ID egasiga durza tashab ko'ramiz. Bot men bilan birga bir o'yna ID deb IDni tashabdi. Imni sizga tashamayman. Xafa bo'lmaysiz, imni sizga tashamayman, lekin men nima uchun meni haqorat qilgan odamlarga ID tashashim kerak? Bu men bilan mana ID iltimos debdilar. Men bilan bir o'ynang ID debdilar.
Xo'sh, unda normalniy kommentariyasi bor IDga durda tashlab ko'ramiz. Buni copyright qilib olsa bo'lmaydimi? Shunchaki qo'lda kiritib o'tirish kerakmi hozir? Voh, hozir 1 minut. Mana do'stlar, bir amallab nusxalab oldim. Endi Free Fire ga kiramiz va durda tashlaymiz do'stlar. Free Fire ga kiramiz, ketdik. Free Fire ga kirib, xuddi shu akkaunt egasiga durda tashlaymiz do'stlar, ketdik. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, akkaunt platina ekan. Mana durda tashlab qo'ydim. Qabul qiling va birga o'ynaymiz degan. Unda ketdik ikkinchi odamga. Do'stlar, videoni shu joydan boshlab tezlashtirib yubordim, sababi sizlarga zerikarli bo'lmasligi uchun. Marhamat, ko'raveringlar. Star floating to the sky, and summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect, in the really the end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, many minutes from our story. Baby, don't be so. Xo'sh, obunachilar, bugungi shunday muborak bo'ldi. Men sizlar bilan gaplashmayman, aksincha ko'rishga juda qolaman. Ko'rishguncha